Bugün 9 yanvar 2026 yıl Cuma günü. Yani 28. günüm oyunu to'xtatganima. Oyunu to'xtatish mumkin, oyundan chiqish mumkin. Buni qilish juda ham osonam deb o'ylamayman, juda qiynam deb o'ylamayman. Faqat shu toki tushunib yetmaguningizcha shu o'yin ichida bo'laverasiz. O'zingizni o'zingiz aldab, o'zingizni o'zingiz ishontirib yuraverasiz. Toki bir qaror qabul qilmaguningizcha shu o'yin ichida bo'lasiz. Fikrni yutib bo'lmaslikni xayoldan olib tashlash kerak. Bo'ldi, все. Boshqa o'ylamayman. Tan olish kerak, to'xtatish kerak. Xulosa chiqaring, vaqtida to'xtating.